Kameraga qarab, bizga shartlarga rozimiz, jazolarga ham rozimiz. Assalomu alaykum, birodarim. Men bir cho'l. Tavakkulalarning kitobimiz tavakkul. Yo'q, mashinaga qara. Qiyin ekan rostdan ham. Ko'zimga qara. Ko'zimga qara. Voy bola, ko'zlarimga qara. Vijdon degan narsa umuman yo'q bu ko'rsatuvda. Yo'q, unaqa narsa yo'q edi o'zi. Bolam qanchalik qolmadi. Qamchini olib keling. Qaytib ko'rsatuvlarga chaqirsanglar kelmayman. Imkoniyati Yo'q, bor o'zi edi. zo'r narsalar qisqa bo'ladi. Assalomu alaykum hamma. Uchga bir bo'lmaydimi aka? Bo'ldi-ku. Motor desalar. Ani motor qilib yuboringlar. Qo'ying. Premium ko'rsatuvga qilaylik. Assalomu alaykum hammaga. Yulduzlar batili. Assalomu alaykum aziz xonimlar janoblari, opalarjonim, manlar hukki aziz mehmon. Ancha muddat tanaffusda bo'lgan bu shou yana YouTube ijtimoiy tarmog'ida. Yana baxtli bo'ling, to'ylar qilib bo'ling, yo'qlar baxtli bo'ling. Va biz men Otabek va Anvar A few moments later. Assalomu alaykum hammaga. 2000 years later. Joyidan davom ettiramiz. O'rtoqlar, sizlar bilan ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz, bag'oyatda xursandmiz. Ayni damda Otabek va men Yulduzlar batli ko'rsatuvi boshlovchilarimiz va bugun bizda yana birinchi soni desa ham bo'laveradi. Novo guruhi a'zolari kim deb o'ylaysizlar? Kim qani montajda bu yoqda ozgina vaqt ketadi. Topgan bo'lsanglar, topolmagan bo'lsanglar endi ko'rishingiz mumkin. Bizda birinchisi ham aktyor, ham xonanda, ham barcha koreyskiy aydollardan ham o'tib ketishga harakat qilayotgan ayni damdagi Faxriyor Nazmuddinov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Bizani Yulduzlar batli premium ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Jamaqda bor deylar. Yaxshi, endi o'yinni ko'rasiz, to'g'rimi? Raqib kim? Men kim? Sen kim meni? Yaxshi. Davom etamiz. Va Faxriyorga raqib deb Kim olib kelganmiz? latofatda tengi yo'q. Go'zal. Go'zal opami? Bo'ldi. Dilbarlarning dilbari Dildor. Yaxshi. Rahmat. Ayni damda bizni oldimizda Novo guruhi a'zolari, ya'ni o'zimiz safdoshlarimiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Sizni gaplaringiz yolg'onni o'zi kechirsin-u, sizga gapim bor edi. Hamid Novo guruhidan qanilar? Ular o'tgan safar kelib hamma joyni kashf qilib ketganlar. O'zing uchun bilmadim, Hamid qadri qanaqaligini. To'ppa-to'g'ri. Hamid qadri yaxshi. Mana like bosib qo'yinglar Hamid uchun. Xullas, bemalol o'tirib olishingiz mumkin. Rahmat. Voh, O'tirib olinglarmi? Qalay? ta'rifga zo'r bo'ldi. Qanaqa? Ikki xil. Ya, men harakat qildim Dildorga ham ta'rif berishga. Go'zal, latofatli. Dildor. Ya, endi men ozgina qo'shimcha Men qilib dilbarlarning dilbari dedim. Lekin, dilbarlarning Dilbari, Dildor. Ko'proq maqtanglar. yaxshi. Ko'proq maqtov. Ana, ayting, go'zal, latofatli. Dildor qancha maqtamaylik, bunga nima deydi? Foydasi yo'q, chunki qanaqa darajadaligini Til ojiz, chunki men bebahoman. endi chiroyli gap aytmoqchi edim, lekin mayli, o'zinglar bilasizlar. Samimiylik ham. Ya, samimiylik, kamtarlik o'z joyida. O'ta go'zal. Kamtarlik o'z O'tirib joyida. olmaydi. Biz bemalol o'tirib olamiz. Xo'sh, Xohlasanglar suv, xohlasanglar choy. O'zimizga o'zimiz quyib olamiz. Yo'q. Ya, endi qo'yib berishimiz qoldi. Yosh bolalarga. Yosh bolalarga men hech qachon umrimda narsa qo'yib bermaganman. Yosh bolalarga. Sanikida suv bor ekan. Mehribon qiz. Qana. Ana. Kelishini O'sha qo'lingizdagi idishda yozilgan. Faxriyor kelishini bilib, o'rtoqlar, biz Faxriyor faqat suv ichadi, sog'lom turmush tarzida Faxriyor, to'g'rimi? Ichiga suv Mehribon solib qiz va qo'yganmiz. aziz mehmonim deb yozib qo'yganman. Aziz, sizni mehmoningizmi? Yaxshi. Demak, O'zimizga professional ekspert va sifatni tanlaydigan inson. Bu общий, to'g'rimi? Bu klubning. bo'ldi qilgan o'sha yerga qarab gapir, bo'ldi. Ko'zim adashib ketyapti, ikkalasiga ham. Bo'ldi. Menda esa sifatni tanlaydigan inson. Rahmat kattakon. Xullas bizga shart emas. Xo'sh. Nima o'yin o'ynaymiz bugun? To'xta, shartlar bilan tanishtirib o'taylik. Ha, tanishtiring. Yulduzlar batili, yulduzlar o'rtasida PlayStationda o'yin o'ynaladi va
yutqazgan insonga shart beriladi. O'yinni qanaqaligi farqi, xohlasanglar futbol, xohlasanglar UFC, xohlasanglar Mortal Kombat, xohlasanglar yana qanaqadir o'yin qo'shtirishimiz mumkin sizlar uchun. Nima o'ynaysizlar? Futbol, Mortal Kombat yoki mana UFC? Menga shartni beraverasizmi? Xotirama men ham o'ynashim Men hayotim davomida shu narsani qo'limga ushlagan odam emasman. Bugun o'shaysiz. Men faqatgina uyim, joyim, bolam, chaqam deb yurgan qizman. Bunaqa o'yinlar o'ynab, Ya bizni kampir chaqirdimi? Yosh aktrisaman. Duo qiling. O'z qur'oniga kelib qolibsizlar dedi. Qapdan, xatardan, mashina motordan, o'risdan, tatardan, politsiyadan, militsiyadan bevaqt quruq o'lim tuhmatdan Xudo o'zi asrasin bolalar. Duo ham Amin, qilmadingiz-ku. Allohu akbar. Faqat so'raganday bo'ldi. Faqat so'rash yaxshi bo'lar ekanlar. Qarang, shartlarimizni o'yin ichida tanishtiramiz. Har bitta raunddan keyin agar UFC ni tanlaydigan bo'lsanglar, har bitta raunddan keyin futbol tanlaydigan bo'lsanglar, har bitta goldan keyin shartlar beriladi. Qaysi bir UFC yoki ikkalasi ham o'ynashni bilmaymiz, lekin UFC. UFC kelishdinglar xullas. Bo'ldi, bo'lmasam To'xta. qo'yib beramiz. To'xta. Oddiy shart bilan o'tib ketmaylik. Bular uchun jazoimiz ham bor. Ya'ni shartni bajara olmagan ishtirokchiga jazo beramiz. Qamchini olib keling. Ibtidoiy davrdan qochgan holda oddiyroq jazolar beramiz. Uncha qiyin jazo emas. Ishonaman, sizlar bajara olasizlar. Jichi qiyinroq. Endi qiziq ham bo'lishi kerak. Qiziq ham bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Qani bo'lmasam. To'xta, kameraga qarab, bo'ldi, bu yerdagi shartlarga rozimiz, jazolarga ham rozimiz deb qo'yinglar. O'zingiz uchun. Assalomu alaykum, birodarim. Ilonlar oyini o'ldirib, biz roziydik. Yo, biz jonivorlarning tirik qolish tarafdorimiz. Agar mabodo o'yinning o'rtasida sizlarga nafas yetmay qoladigan bo'lsa, havo yetmay qoladigan bo'lsa, bizda mana tayyor super oksigen degan mana tabiiy havolarni olib kelib qo'yganmiz. Shunday aytinglarga qo'yasizlar deb bitta tortasizlar. Test ko'ramiz. Bitta ko'rsat, bitta ko'rsat. Ko'rsatib beraman. Mana o'rtoqlar qaranglar. Joyiniki. Super, mana. Super oksigen mana. Joy asablarni ham joy qo'yadi. O'yindan oldin Qiziqtirib qo'ydik. Bu kamiga yalpizlik ekan o'rtoqlar. Mazza. Endi men kamroq gapiraman, o'zingiz gaplashib ozgina. Bo'ldi. Mana shu yerda turadi. Shartlar tushunarli. Qani bo'lmasam, Jazolarimiz bor. Kameraga bitta. Ha degandan montajda ulaveramiz. Jazoga rozimisizlar degan joyimda ulaveramiz. Ha Tillar degan. ham yo'ga, Faxriyo ham bu yo'ga. Roziman. Unda Rozi qilishlar dedi. Ayamga uyga qaytib kelaman, chiqaman lekin. qaytib boradi qiz. Efir orqali ko'rib turibdilar bizani. Uyga yetib borsa bo'ldimi? Shunisi hisobmi? Bo'ldi. Qani bo'lmasam, Qoldi kelgan qiziqmas. ladies and gentlemen, dami gospoda, xonimlar va janoblar, o'yinni boshlaymiz. Qani qo'yliga pul olinglar. Qanaqa o'ynashni o'rgatyapsizlar? UFC. Bo'l, ket. O'zi UFCda qaysan u personajni taniysizlar? Sportchini. Habib bilaman. Ya, Ana, birga o'tiramiz ozgina. Yo'q. Dustin Poirier. Antiba maymunga o'xshaydi. Oliveira, Dustin Zo'r bilar ekan. Ferguson, Tony Conor McGregor. McGregor. Qani to'xta tur. Qani kim bilan kim urushyapti? Men kimon to'g'ri kelmaydi. Ya, to'g'rilab beraman. Qizlarni qo'yib bersam bo'ladi, qizlar bilan urishsa bo'ladi. Yo'q, shunaqasi bor. Men baribir Dildorga yon bosaman. Nega kelganmiz? Men o'zi ovqatlanib. Faxriyor tan berdi o'sha. Kelganda beraylikmi? Qaranglar. Xonim. Bu Faxriyor pulti. Dildor, sen ko'k pulsan. Sen o'zing o'ynasang bo'lar ekan, ular o'zi Faxriyor, sen kimni tanlab bering? Habib. Habib. Dildorga men tanlab beraman. Og'ir vaznda. Men qiz bola bo'lmasa o'ylamayman. Ya uni yutqizib qo'yasan-de. Men Dildorga Conor tanlab bering. Faxriyor mana qara. Bruce Lee tanlab beraman. Habibni Conor. Mana Faxriyor, Conor McGregor. Qaysi shortga? Maxachev o'zimizni. Men yashil shortga bo'ladimi? Bo'ladi. Qaysi rangni yaxshi ko'rsan? Ya, Sariq. Mana aniqmi? Yaxshimi? Mana. Islom Maxachev bilan o'rtoqlar, Islom Maxachev bilan Conor McGregor urushyapti. Bo'ldi, uncha bosma, yaqinroq kel. Shunday mana bu. Ana bu. Ketdi. Qani. Faxriyor. Hop. Qoch urash. Qaysi oyoqda tepadi? Xalaq bermayapmizmi? Dildor ur. Lekin Dildor yaxshi o'ynayapti. Qani. Yaltiroqmi? Davay. Dildor joni kammi shunda? Yo. Ya, Dildor hamma kuchini ishlatib qo'yasan. G'alati ekan. Zo'r. Yo'q, zato Dildor yutdi. Dildor ur. Faxriyor. Alamlar meni qiynaydi. Ye. Hop. To'xtanglar. O'ylab olayman.
Vaqti nakavt qilib qo'yadi. Tegmay. Nimaga? Emas. Osmonni jon O'ynab berish mumkin emas. Sar orqaga Aytish borib mumkin. mavzashdi. To'xtanglar. O'rgatinglar. O'rtoqlar mana Faxriyor zo'r urishadi deysizlar. Olmacha. Seriallarda zo'r urishgan deysizlar. Pastini bossangiz ashti. To'xtanglar, bo'ldimi? Faqat Urishasiz. aylanib ketmaydimi? Tepada qarang. oyoq bilan tepgan. Tepani bos. Tepadagi birni bosib, X bosgan. Mana buni? Ha, X bosgan. Nimaga o'rgatyapsiz? Endi 02 boschi. Endi 02 boschi. Endi urib yiqitib yutib qo'ychi. To'xtanglar. Qani, yo'q qil raqibni, yo'q qil dedi. Qani bu yaxshi ketyapti. Uriymi nima qiling? To'xtanglar. Xohlagan narsani bosib tashlaver. Cho'ta. O'rganish. Yon bosma paxta qo'yavermagan. Nima bo'lyapti? Yo'q. Stop. Yutdimmi? Vo, Faxriyor o'sha sirazimi? Yo'q, qiz bolaga salgan shans berish kerak. Ya. Bu keyin yana bitta anaqa qiladi. Endi Dildorga to'xta. Dildor Hozircha 1-0. 1-0 shart. Hozircha 1-0 qoyil Faxriyor. Endi bu bilan xursand bo'lish. Qiz bolani yutib. Maqtab bo'lmaydi. Yo'q. Mayli endi. Shart o'tamiz. Dildoraxon, keling bu yoqqa. Bo'pti. O'tiring o'sha yerga. Birinchi shartimiz boshqacharoq ekan. Qiziq. Sal bu yoqqa. To'xta, qiziqtirib boshqa shart bersamchi? Birinchi shart emas. Boshidan misol uchun o'zi biladigan shartni beramiz. Qanaqa variantli aytaylik, tanlaydi. Xo'p, 1 2 3 4. O'qiydi. Aha. Tez aytish ekan. Ha, tez aytishmi? Biz tez Mayli, aytish. o'sha tez aytishni 5 marta aytishingiz kerak. Xullas, bu sizlar bor. Osonu. 1 marta imkon, Boshqacha. 5 marta aytish. 1 marta imkon. Biz ham 1 marta aytamiz. Bo'ladimi? Agar, qara, mana. Agar hozir o'sha shartni bajara olsang, 1-1 bo'ladi. Yutqizgan hisoblamaysan. 1-1 bo'ladi. Agar bajara olmasang, 1-0gacha qo'yadi, o'rniga jazo bo'ladi. Ket. Ha, islohotingizni aytasizlar, bu qaytib beradi. Tez aytish ham akam topib keldi. Boshqachalari. Tez aytish. Qarang, aka o'zingiz ham oldin kipti ajiga qaytarib oling. Tilingizdan joyini qilib ketdi. Oshxona emas. Akmal akalarimniki. Akmal akalik. Ya, to'xta. Avval oxirigacha eshit. Akmal akaligimizdamiki yoki amakimlarnikidaligimizdamiki? O'shani bittada 5 marta ayt. Bittada 5 marta aytish kerak shuni. Akmal akalarnikidaligimizdamikin yoki amakimlarnikidaligimizdamikin? O'rtoqlar, boshlovchilarni men uyaltirmayman. Otabekka uyaltiryaptilar. Akmal akalarnikidaligimizdamikin yoki amakimlarnikidaligimizdamikinni 5 marta aytish kerak, to'xtamasdan. Shu so'zdan 5 ta xato topinglar. Nafassiz bo'lish kerak. Nafassiz bo'lish kerak. Ketdi. 1 2 3 ketdi. Akmal aka. To'ylar klubi yo'qlar daqlanday baqli bo'y. Mayli, yana bitta imkon. Boshqatdan. Yana bir marta. Ketdi. To'xtalma. To'xta. Dillor. Kel. Dillor. Uzoqdan. Uzoqdan hatta, uzoq. U hali ishlatilmagan, yengisi bu. Havo bu, voy. Nima qiladi? Ha, Faxriyor qiladi. O'zing hali yangi ishlatilmagan. Ana. Ko'proq sepiladi. Yeydigan narsa deb o'ylayapti. Ko'proq sepiladi. Mazasi bor ekan. Aha, yoqdimi? Ana bu o'sha energiyaga yoqib qolmasdan. Faxriyor o'sha energiyaga to'ldi. Endi qara, bu ko'rsatuv uchun. Agar yutsang ishlatasan. Ketdi. Akmal akalarnikidaligimizdamiki yoki amakimlarnikidaligimizdamiki? Akmal akalarniki. Mayli, to'xta. Yo'q. Nafasim chiqib ketmadi-ku. Oxirgi shans. Oxirgi shans. To'xtamasdan kulib yormasdan. Biz aybdor bo'lmaymiz. Aka, qarang, yashil qarasiz kulyapti. Ketdi. Akmal akalarnikidaligimizdamiki yoki amakimlarnikidaligimizdamiki? Akmal akalarnikidaligimizdamiki yoki amakimlarnikidaligimizdamiki? Akmal akalarnikidaligimizdamiki yoki amakimlarnikidaligimizdamiki? Vola, qizi. Yana bitta nafas olib davom ettirib ketmadi. 4tami? Amakimlarnigami? Akmal. 3ta. Yo'q. Endi Jazo. Birinchi jazo bizada. O'chib qolar ekanda. Bir marta bir anaqa o'zim. Akmal akalarnikidaligimizdamikin yoki amakimlar? Bir aytirib qo'y. U yutqazmadi. Yutqazmadi. To'g'ri. U yutdi. U kuchini tejab ishlatdi. Chunki mana bunaqadan super oksigendan sepudi. Sala. Odam masala. Ko'rsatuvga kelganki xamirni olib tashlayman. Paq demadi. Balki ko'rsatuvda yutarsan. Sizga? Neda? Zambarayda o'qir. Sizga?
Zamparangni o'qi. Bak. Xo'p, jazo 1 2 3 4 tanla. Ha, o. Ke. Ke. Ko'rda qiynaldida. Ikkidagi juda zo'r jazo. O'ta go'zal jazo. Galereyadagi, o'zini telefonidagi galereyadagi oxirgi rasmni istoriyaga qo'yib, hayot majbur qildi deb yozish. Ana. Nima rasm ekan? Nima rasm ekan, u mana bilmayman. Qachon Olib ketdi. Ishqilib. ishqilib qanaqa rasm ekan? Yigit bilan tushgan rasm. Mana oxirgi rasm. Qanaqa? Oxirgi rasm, bu yerda rasm yo'q. Yo'q, mana. To'xtang. Yo'q, rasm bizga video kerak emas. Oxirgi rasm. Mana. Bu juda chiroyli rasm. Emas, to'xta. Mana. Mana. Aka. Nima bu? Qani bir oxirgi rasm. Yo'q, o'sha oxirgi rasm. Mana. Jiyanini yuzi ko'kar. Mana shuni qo'yib, hayot majbur qildi deb yozib qo'yish kerak. Nimaga? Endi Bo'ldi. oddiy qiyin Oz shart qo'yib, Shu vaqti qiyin shartmi? yana Bliskiga emas. Bliskiga. Bo'libmanda endi shu Bliskiga qo'yib. Bliskiga qo'yib, 3 kishini отметка qilib, ana hayot majbur qildi. Muzika qo'yamiz hozir. Yaxshi muzika. Yo'q, muzika qo'ymaysiz. Nimaga? Unaqa shart yo'q. muzika shart Jazo yo'q unaqa. Mana. O'zinikiga ko'rsat mana. mana kameraga oddiy narsa bo'lib qoldi mayli Ya, nimaga? bo'l Hayot majbur qildi. Bo'ldi. Bitta Karta raqamini qo'ymading. qilarkan, bitta boshqa. ha bitta boshlovchimiz har doim shu yana bir kun oldin Men prizorga yon bosyapman. improvizatsiyaga olib kelaman men Baribir qiz bola UFC yoki bam shartlarda qiynaladi, yon bosyapman. Ya rahmat desang ham bo'ladi mayli. qarang uni Qizlar nomidan Dildor rahmat desang ham bo'ladi. Rahmat. ha nima bo'ldi Nafas qilibdi shu. nafas Ha, havoni qara. bu oddiy narsa-ku. Mana hozir yurtimizda super oksigen degan shunaqa zo'r narsalar turgansiz. Nafas bilan bunaqa muammolaringiz odamingiz bor bitta. Yechim shu. Mana qarang, bunaqa qilasiz. Zarari yo'qmi buni? Bu ham zarar yo'q. Havoni o'zi-ku qanaqa qilib zarar bo'ladi? Qani? Mana buni mazza qilib nafas yo'llarini siqayotgan odamlar bemalol foydalanishilar mumkin. Super oksigen miya mazza qiladi. Buni konsertlardan tushganda yoki yosh ulug' onaxonlarimiz ham mazza qilib ishlatsa bo'ladi. Qani super oksigen, shoshilinglar. Davay, davom etamiz. Qani bo'lmasam ikkinchi raund bo'ladi. Ikkinchi raund. Juda ham tez tugab qoldi. Juda tez Qani tugadi. avtor. Qo'yaylikmi yana shu geroylardanmi? Yoki boshqa gero? Shu. Avtor qo'yaman. Dildora. Ketdi. Dildora, yordam beraman. Qara. Ikkinchi time, Oldiga borib ikkinchi round boshlandi. 1-0 Faxriyor yutadi. Mana, hamma narsa mometrlarga kelganda to'xtab, kuchingni boshqatdan yig'ib olib, keyin yana urish. Endi Dildorga yordam berganda faqat Faxriyorga yordam. Faxriyor biladi. Bilmayman, voy. Hozir kimga yordam? Aktyorski bo'lyapti bu yerda уже. U yorib qo'ydi Qani. To'xta Dildor. Nima? Mana Faxriyor o'zi xohlagan tepishlarni va nihoyat topdi. I just woke up for you. So'zlar shu. Dede. Qoch. Bolam qoch. Joning qolmadi. Unaqa payt mana zashdan bor. Dildor urish kerak. Mana narsa zashda. Xo'p. Bosib Yoniga bor. Zashtani bosib yoniga bor. Ko'rding? To'ta kesin birinchi. Kelsin. Ke. Qo'rqma bolam. O'zi ham Kesin. O'ynab qo'yapti-lar bular. Berib o'ting. Qayerga yuryapti? O'sha birni bos. Qanaqa biri bosyapti, tushunmayapman. Tushunmaysan-da. Yaxshi. Qani. Voy. Chota bugun. Dildor zashtani bosman o'rgatganimman. Men bu joni ketmayapti вообще. Go'dakkina. Faxriyor Sal kutib, birni bosib, tepadagi o'yin ichida endi qo'shimcha savollar. Faxriyor o'yin ichida senga qisqacha savol. Faxriyor. Baba, endi hamma odam anaqasi bo'ladi, yoshligidagi birinchi muhabbati bo'ladi-ku. O'shani ayt bizaga. Qanaqa bo'lgan? Kim bo'lgan? O'zi bo'lganmi? O'zi bo'lganmi? Birinchi muhabbati men bo'lganman. Ya unda Dildordan keyingisi. Dildorning birinchi muhabbati kim bo'lgan? Umar ota. Ya. Dildor akani keyin so'raymiz. Tashavotku meni. Zashtani bos. Stop. Bo'l. Bo'ldi, tugadi. Qanday zashtani bosadi? Bo'ldi, foydasi ham bo'lmayapti. Dildor o'rning urishi bersa ham foydasi bo'lmasa kerak.
O'ynamagan narsani berib qo'yasizlar-da, menga ham bir raqslardan bahslashaylik, davay. Dilxiroz. O'ynash bo'lsin, Dilxiroz. ketaman. Erkaklar narsasini qo'yib berib, menga o'zlaricha urishtirib, yutdi Faxriyor. Karlab Mana shu o'tiribsizlar. kuchsinash o'ynaysizlarmi? Kuchsinash? Yana. Qara, Dildorga hozir shart beramiz. Ha. Shartni bajarsa, tabloda bir bor qo'shib beramiz. Bajaradigan shart beramiz. Bo'ladimi? Yo'q, bajara olsa. Undan oldin Faxriyor javobini eshitaylik. Birinchi muhabbating kim bo'lgan? Qo'rqmasdan aytaver. Ya, opa. Qara, montaj meni qo'limda tit qo'yaveradi. Opa singillardan tashqari birinchi muhabbating kim bo'lgan? Ona, Yo'q, opa, birinchi singil, savol xola boshqa shart edi. emas. Bo'pti, unda o'zing ayt. Aytdim. Birinchi muhabbating kim bo'lgan? Ona. Shundoq ham muhabbat. O'sha birinchi Oila muhabbat. a'zolaridan tashqari. Endi o'zi ikkinchi savolga o'tadi. Bo'ldi, bizani yana bitta Ikkinchi savol savolimiz. haqqimiz bor. Bizani yana bitta savol Men berish birinchisiga haqqimiz javob bor. beraman. Qani? O'zing tengdoshlaringdanmi yoki hozirgi pokoleniyangdanmi? Ko'zimga qara. Ko'zimga qara. Voy bola, ko'zlarimga qara. Yolg'on gapiradigan bo'lsan, shu ko'zlaringni bu yoqqa qo'yib olaman. Chesli javob ber. Bo'pti, hech bo'lmasa bosh Gapir. harfini ayt. Mana kameraga. Bosh harfim. Bosh harfini ayt. Bosh harfini. Alif bor 3-harfi. Yo'q, 3-harfi. A B C D E F G. O'zingdan o'ylab topma. Matta gul kerak emas bizga. Yaqinlashing. O, Topdimmi? Balki bizda emasdir. Mappimi? S harfi-da. Ha. S? Nimaga S? S-mi? Qanaqa harf edi S bo'lmasa? Bo'pti, bosh harfini ayt. F. F? Faxriyor? Yo. Farzona. Yo'q, qanaqa Nang- farzona. Birinchi u payt hali tanimagan. U ham Koreyaga borishni yaxshi ko'radimi? Farangiz? Dildor. Ha, o'sha. Ayoza. Ya, Yo'q, chiqmaydi. birinchi harfni deyman, men aytdim bo'ldi. Bo'l, birinchi harf. U ham mana Koreyaga borishni yaxshi ko'rsa kerak, to'g'rimi? Ha. Quloq. Stop. Ya, uni tanimaysiz-da. Endi Bizda 10 yoshimda nima qoluvdingiz? 10 yosh. 10 yoshida. Necha yosh bo'lgan? Uni opasi bilan juda ham yaqinmisan? Yo'q, opasi yo'q. Ha, yo'q-ku. Onasi Aka, bilan. qayo? Qirtilladi. To'xta. Ya. Qachon bu? Men aytdim bo'ldi. Bo'ldi, termaga F, ber. xullas F, o'rtoqlar, xullas F. Bizda bir nechta variantlar bor. Lekin men oxirida o'ylab qoldim. Montajda rasmlarni chiqaraymi? Balki u emasdir. Hey, okey dedi. Bo'pti, mayli. Bo'ldi, Dildorga bo'lmasa shartni beraylik. Oson shart beramiz. Suv. Bizda eliksirlarimizni olib kel, balandroq ko'tar va ko'rsat. To'xtanglar, nima faqat mendan so'radinglar birinchi muhabbat? Ha, endi Dildor so'zlar. shart bajaryapti, shuning uchun. Yo'q. Davay. Ya to'xta, shartni bajarsin. Eliksir suvimiz tanla. To'xtanglar mana, O'tirib. O'tirib olaman. O'ng qo'limda va mana chap qo'limda ko'rib turganinglarda ikkita stakanda suv turibdi. Bittasida limonli suv, bittasida oddiy suv. Gap. Agar Topsang bir ball qo'shib beramiz. Suvni topsang, Ha, agar limon suv Ha. topsam. yo'q, Agar oddiy suvni topsang bir ball qo'shamiz. oddiy suvni topsang bir ball qo'shib beramiz, keyin unga limon suv beramiz, u oxirigacha ichish majburiy. Men birinchi o'tdim. Chunki u anaqa bo'ladi, u oddiy suv Chap. topgan bo'ladi. Agar topolmasa, o'zi limon suv ichadi. Qarang, prям 100% limonli suvmi Ha. yoki suv bilan aralashmi? Prям 100% limonli suv, lekin anaqa bilan aralash. Nimaga bor-ku? O'zi barlarda alishtiriladi. Artiqda bo'ladi. Hozir ertaga keladi. Senga 10 million tiqishtirib ketadi reklama uchun. Gazli suv. Gazli suv. Gazli suv bilan aralashgan limonli suv. Chap tarafdagisi oddiy suv. Qaysi? Mendan chap tarafdagimi? Mana bu. O'zidan. Ha, o'zingdanmi? Sen o'ng qo'ling. Qani, unda beramiz qo'liga. Yutdi meni. Qani? Unga ham ber. O'rtoqlar, Topmadimi? men yordam qildim. Mendan chap tarafdagisimi dedim. Limonli suvni 2 marta qaradim. Shunda ham foydasi bo'lmadi. Mana Faxriyor yana bir Iloji boricha, Ashimi? Ya. Men kechdim. iloji boricha harakat qildim men. Aytdim. Bir balam qo'shib berdim. Ana, endi Dildor bitta ko'tarishda ichadi. Yo'q, boshqa qanaqasiga? iloji yo'q. Bitta ko'tarishda ichadi limon suvi. Oxirigacha ichib tugatish kerak. Bitta Ana ko'tarish. ekan, boshlig'iga nima deyotdi-da? Ketdi, bitta Ha, ko'tarishdi. O'ziga qaytib keldi. Dildor, Normalniy, chur. qaysi olmoqchimisan? Zo'r yo'li bor. Dildor, kam ichsang ham bo'ladi. Menga qarab ko'targanda, bunga qarab chiqaraver.
Teng bo'ldi. Oq. Kuldirmay tursangiz ichib beraman oxirigacha. Bizga Ketdi. kulib olishing kerak o'rtasida puf degan narsa kerak. To'shni. Sen ham u tarafga qil. Tal. Hozirdan alamim bor. Bo'pti, ich bo'pti. Ko'chib chiqib kerak. Oxirgi hal qiluvchi jangni qo'yib beraman hozir. Kuldiryapsizlar. Hal qiluvchi jangni 3 ta ball beraman. Yutganga 3 ta bor. Ha. Shart bajarganga, to'g'ri bajarganga 3 ta bor. Yutishini xohlayapmiz-a, nima endi? Bo'pti, 2 ta ball qo'shib beramiz. Ikki bo'ladi, o'shanda Dilar tiklama. Yo. Dillara xoy. So'nsa bugun shu ishing qilma. Sizchi, aka, adminlar emasmisiz? Qiz bola, yordam berish kerak. Xo'p. Faxriyor 100% bilaman, Lyuboy shartni bajara oladi. Bo'ldi, ich bo'ldi-yu. Boyaga ism o'zi aslida Zara. Ha, Ich bo'ldingmi? Yo'q. bo'pti. Bu dashi suv ichish shartini ham bajara olmadi. Faxriyorni Qo'shmadiku. Faxriyorni uchishi. Yo'q, qanaqa uch? Icholmading? Sekin Siz Faxriyorni eng yaqin do'stimisiz deyman. Hayotdagi. Sizlar bilan kelishmadinglar. Yaxshi. Men boyadan beri senga yordam beraman. O'rtada ko'rib turganinglarda boshlovchi sotilgan. Kelishinglardan oldin Otabekjon nomeringizni berib turing, cho'nchiga shunda nechadir sim qistirib qo'ysanglar, sizlarga o'yin davomida Mana yo ichib bo'ldi. Bir bal qo'shamizmi? Mayli. Mayli, bir bal qo'shamiz Dildorga. Ana, bo'lmasa oxirgi hal qiluvchi o'yin agar 2-2 bo'lsa, yana bitta shartlar orqali oxirida 3-ochkoni egasini topasiz. To'g'rimi? Qarsaklar. O'rtoqlar, mana 3-jang boshlandi bizda. Faxriyordan so'radik, bosh harfi F dedi, lekin men bilganim ismi boshqa edi umuman. Lekin u ham boshqasi F edi, to'g'ri? Voy boshlanibdi-yu. Ha. Yo boshlangan qachon edi? Eng qizig'i, Qoma qo'yib nima berdim. meni jonim ketdi. O'sha qachon edi davomli? Voy. Aka, savolim beraylik. Xo'p, savol ber, men Undan ko'ra zashta Faqat qilish o'ynab o'rgating. beryaptilar. Zashta qilish o'rgating. Yaqinroq kelsin. Zashta qilish o'rgating. Yaqinroq kelsin, to'xta. Charchab qolsa ham joni ketadi. Ha, yaqinroq ketadi. Yo'q. Sen Ha, bor. boringlar yaqinroq. Ur. Vo. Bor. Bos. To'xta. O'ynab beryaptilar-yu. Mana, Endi Dildor. o'rganib oldi. Endi o'rganib oldim, Dildor tepasini bosib, bo'ldi, Dildorga boshqa yordam yo'q. U Dildor chapdagi tepani bosgan, Chapdagi tepani bos, Dildor. Chapdagi pastni bosib O. O'shancha. Mana barmoq. Yo'q, sen o'shani Davay. xohlagandek uradi. Voy, yanami? Yanami? Bosib o'rabdi nimadir. To'xta, turib beraman. Mana shu. bo'ldi, tura olmaysan, uspet qilmaysan. Stop, turib beraman. Dildor. Ya, temayli, uni bosmayli uni. Bo'ldi, mana Mana turib turg'izib yubordim. Mana. Sof urishinglar faqat darba qosdilar. Nima degan sof? Nimaga sof urish va Stoykada. Yepsiz. Kel, mani topib kel. Mani yuragimga kel. Qani. Qoch bolam, qoch joning qolmadi. Xullas. Kamina. To'xta, yana qanaqadir knopka bormi? Dildor, Ha. o'sha savol, mayli, Ha. xohlagan savol. Birinchi muhabbating. To'xta, mana shuni yutib oling, boshdan oxirigacha hamma shu 18 yoshimgacha nimalar bo'lgan hammasiga gapirib beraman. Ya, 18 ujolar qizim. Avtobiyografiyang shart emas. Qatti gapirishni o'rgangansan. Birinchi qaysi so'z o'rgangansan, qiziq emas. Nima joni ketmayapti? Ana. Ursang ketadi-da. Uryapman. Ha, qarab tur. Borib yana Qarab tur menga. Menga qarab tur. Urib ol, Dildor, Dildor. urib ol. Davay. Ana. Nima, faqat bitta taktika. Dildor bo'pti. Qayta bosh harfini ayt. Joni Bosh vaqti harfi. ketmayapti. Assalomu Bosh harfi. Bosh harfi. Ami? Shodam. To'xtang. Nimaga a dedingiz? Mana ayrim assalomu Eshitmay alaykum. qoldim, Taslim ha, deb. bo'ldim. Yolg'oningga taslim Bu bo'ldim. savolni yana beramiz hali. Hozir Nima qochib ketyapti. O. Ye. Ha, bo'ldi. Mezon qani? Oqibat qani? Dildor uchun tuzilgan shartlar davom etadi. Dildor uchun faqat. Osonroq savolni qilaylik. Sudo ber. Menda zo'r gap keldi. Dildor. Ertalab uyda qaysi holatda chiqib ketding? Mana aytolmayman. Nimaga shu o'ting uchun bir bo'lmasam? Dildor,
Ha? Qara, Dildor mana shu shartni bajarsa 2 ball qo'shib beramiz. Suv shartini olib beramiz. Suvni ichib turgan holatda 3 ta so'z aytish kerak. Quduq qo'shib Oson. Suvni og'zingda ushlab turib 3 ta so'z. Shartdan voz kechib boshqa Oson, shartdan ha? tanlashing mumkin. Bizda boshqa shart ham bor. Qara lekin, bu oson emas. O'zimda sinab ko'rdim. Xo'p. Suvni to'ldirib ichib turib, mana shu yerda yutib olmaysan, mana shu yerda turgan holatda 3 ta so'z. Biz aytgan so'z. Biz aytgan so'z. Birinchi tani Sabr biror qilib so'z. kutasan. Senga qarab gapiraman. Hamma Kameraga qarab gapir. Yo'q, Mana mashinaga qarab. kamera. Qiyin ekan rostdan ham. Qani Dildor. Ketdi Dildor. Bilaman odatini. Ikkita balli shart senga oson bu. 2 balli shart. Nima men ham yutar ekanman-da, u har Ya, yeta oladi. Bajara Nima olmasa kerak farqi? deb o'ylaymiz, lekin juda qiyin shart. Buni 10 Tam kishidan to'ldi. 2 kishi qildi faqat. Voy. Qani Dildor. Ketdi. Qancha suv bo'lishi kerak? So'z o'yla. Kamida yarim bo'ldi, men o'yladim. Men vazn o'yladim. Yo'q, yarmiga gapirolmaydi. Sancha avval Oradan yillar o'tdi. Nil daryosi qurib bitdi, lekin hali. Va 3 ta so'z. Hop, o'yladim. Nil daryosi qurib bitdi deb uni o'qib bersin. Qani tepaga qara, tepaga qara. Aha. Gapirishga tayyormisan? Ha, de. Ha de. Kam suv ichgan. Mana. Davay kam ichgan. Ya, kam ichibsan. A o'sha yutib yubordi, menimcha. Dildor kam suv ichibsan. Ha, aktrisalik qot. Da. Men bilaman-ku. Men buni komandadoshiman. Men bilaman juda yaxshi. Yo'q. Ya, ichib qo'y, ichib qo'y. Qani? Bo'pti, nima bo'lsa bo'ldi. Mana suvda gapirib ber, hech bo'lmasa. Saniki nima, meniki nima? Biza ishonishimiz uchun birinchi g'o qilib ber. Nimaga bag'ri yorgan? Bo'pti, qara, so'zimiz ketdi. Kofe, birinchi so'z. Kofe, ha, kofe. Birinchi so'zimiz kofe. Bu suv o'sha og'izda yana suv ishlab chiqarib bo'ldi, o'sha yetarli. Kofe. 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 Yo, qara, kofe. Bo'ldi. Kofe. O ich bo'ldi. Yo'q, kuldiringlar. Yo'q, gapiringlar. Bo'l, gapiramiz. Yo'q, gapirtiringlar. Bo'l. Gapiramiz. Kofe. Kofe. Ha, birinchi Kofe. so'z. Kofe. Mhm. Kofe. To'g'ri qiyin ekan rostdan. Qiyin. Bo'ldi. Bo'pti. Sabab. Boshqa so'z. Vaza. Va 3 ta, 2 ta imkoniyati bor. Ha. Vaga. Vaza. O'rtoqlar ko'rib turganinglardek Dildorga biz qo'ldan kelgancha ko'rinar ko'rinmas yordam beramiz. Ich qo'y. Bo'lmadimi? Yo'q. Unda nima ham deymiz? Qiyinroq. Unda nima ham deymiz? O'rtoqlar ko'rib turganinglardek ushbu kundagi ushbu o'yinimiz aynan UFC chempionatida Faxriyor chempion bo'ldi. Tabriklaymiz. Ham maqtansa bo'ladigan chempion. Конечно, Qiz bolaga yutqizdim. Ha, kitob o'qish bo'yicha emas, UFC o'ynash bo'yicha chempion bo'ldi. Faxriyor mana yutding, yutayotganingda qanaqa his-hayajonli bo'ldi? Просто yutib qo'ydim. Yaxshi. Faxriyor o'yinimizda g'olib bo'lganing uchun qiynalib, zo'rg'a birinchi raundni 20 sekundida qiynalib o'ldirib qo'yganing uchun sana ko'rsatuvimiz homiylari mana Super Oxygen tomonidan berilgan bizani katta mana sovg'amiz bor. Bitta set bu, to'g'rimi? Bitta set. Bitta set ichida 3 ta mahsuloti bor. 3 ta mahsuloti bor. Bemalol buni uyga borib Har xil ta'mli havolar. Ma'lumot uchun buni konsertlarda, katta artistlarda ishlatilganini biz ko'rganmiz. Men ayniqsa BTS jamoasi ham Koreyada chiqqandan keyin sahnadan nafas olishga qiynaladi. Shunda olib etib ishlatishganini ko'zimiz bilan kadrga O'zimiz ishlatamiz. kadrda ko'rganmiz. Endi bundan buyon o'zimiz ham ishlatamiz. To'g'rimi? Da. Dildor ham quruq ketmaydi. Quruq ketmaydi mana. Quruq ketmaydi. Ishlatilgandan Quruq ketmaydi. Yaxshi niyatlarimiz, tilaklarimiz va omadlarimiz hammasi saniki. Cho'ntagimni ochib turing, gapiringlar. Konsertda bo'lishamiz xotiraman. To'ppa-to'g'ri. Ana, chiqqandan keyin bemalol bo'lishib olishinglar mumkin. Ko'rsatuv haqida fikring. Ko'rsatuv haqida fikrim. Yo'q, qarg'ama. O'zimni chestni o'ziflarimni aytaman. Xo'p. Vijdon degan narsa umuman yo'q bu Yo'q, ko'rsatuvda. unaqa narsa yo'q edi o'zi. Shuncha yordam bersak ham shu gap. Bo'lmaydi ham menimcha, Men bo'lmagan. yordam berdim Tanoga, mana kameraga. Tan olmayman. Men ham o'ynashim. Yon olish unaqa bo'lmaydi. Mana kamera. Sizda aka, vijdoningiz
chayilib ketibdi. 20 sekund ham o'ldirib qo'yadimi nima? Bemalol urishinglar, Faxriyor ham 20 sekund. Bo'ldim o'zi. Ya men yordam berdim. Yo'q. Men o'ynashni nima qildim men? bilmayman. Shartlarga e'tibor bering, bu ko'rsatuv qonun qoidasi shartlar. Lekin Dildor bugun ochilib ketibsan. Nima? Endi To'xtanglar, bo'ldim, tugadimi? Xolani gaplarini aytib. Nimaga o'sha qorong'i keldi, soat 6 bo'lganigami desam, yo'q, Dildor o'sha yorug'likdan Shartlar tashqariga tugadi. kirgani uchun qorong'i tushib qolibdi ko'chada. Bitta ko'rsatuvdagi. Sani bu tez urushib o'ldirib qo'yasan deb o'ylamagandik. Sal cho'zibroq o'ldirasan. Cho'zibroq o'ldirasan deb o'ylagandik bir. Davay boshlayapman. Endi sog'lanib berib Endi- bo'ldik. Rahmat. Qayt o'tdi. Yo, ma'milani kim qayt o'ynaydi? ko'rsatuvlarga chaqirsanglar kelmayman. Dildor yaxshi ko'rsatuvlarimiz bor. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar, mana shu kimnidir norozi qiladigan ko'rsatuv ochdik va nihoyat. Va nihoyat. Xo'p, Faxriyor. Boyagi savolimizga javob bermading hali ham. Birinchi Qaysi savol? birinchi muhabbatingiz Ha, kim to'g'ri. bo'ldi? Endi aytmayman. Kutyapmiz. Aytmayman. Bo'pti, dili interes, bosh harf hech bo'lmasa. Yo'q, nimaga aytishim kerak? Ko'rdingizmi? Bilasanmi bosh harfi? Alifboni demadingmi? Alifboni 20-chidir Yo. harfi. O, Aytur. Aytur. B, Bo'pti, sotmayman. Aytur. A, Eshitmay qoldim. Nima deyapti? A harfimikan? Amerika. Balki. Nima deyapti? T. Odam Uylantiraman deyapti. sizga zambarini o'qib pax. Yaxshi. Xo'p, Seni ham Faxriyor. davolashadi. Faxriyordan fikrini bilaylik. Ko'rsatuv haqida yutdi-ku. 20 sekund o'ldirib qo'yganlar gapirsin. Zo'r, lekin juda qisqa. Juda qisqami? Sal bunday cho'zish imkoniyati Yo'q, bor o'zi edi. zo'r narsalar qisqa bo'ladi. Faxriyor. Zo'r narsalar qisqa bo'ladi o'zi mana. Nice. Vaqt o'tganini bilmay qolasan. To'g'rimi? Bu bizni ko'rsatuv emas, bizni ko'rsatuv ma'naviy, ma'rifiy bir tarbiyaga mos ko'rsatuv Qabulmi edi. haqida gap bor? Bular yopib ketdilar. Xo'p, fikring. Zo'r. Lekin qisqa. Lekin qisqa. Unaqa tez o'ldirib qo'yishlar, qattan bunaqa. Ya ideyani ham o'ldiryapti, deymi? Zo'r lekin qisqa. qisqa. Bo'lma xolos limamni. Yana nima? Yaxshilab ket, xata. Zo'r, menga yoqdi. Ha. Prikolniy. Xo'p. Yana nima deyishim kerak? Lekin Yo qisqa. narsalar ham tiqishim kerak emas. Ya farqi yo'q, borini aytasan, qisa. Bo'l, keyingi safar kelsang, qanaqa o'yin o'ynagan bo'larding? Yana UFC. Yo'q. Hmm. FIFA Mayli. yoki PS. O'yna olar ekansan. Yo'q, bilmayman, lekin o'ynab ko'rgan bo'lardim. Qiz bola bilmaydi. Yo'q, o'rganadi. U FIFA osonroq edi. Nechani gol qilib bo'lishi mumkin-ku. Futbolda, misol Bo'lishi nechani gol. To'g'ri, hali biz yana soatlab, yillab, oylab, asrlab gaplashishimiz mumkin, lekin bizning vaqtcha yerilangan. Otabek aka, o'zingiz improvizatsiyalar qilib, yo'q savollarni bermang aka. Do'stlar, bizlarning bugungi mehmonimiz Dildor va Faxriyor bo'lishdi. Sizlarga kattakon rahmat. Mehmon bo'lib kelganlaringiz uchun, rozilik bildirganlaringiz uchun, shartlarga, savollarga hammamizga rozi bo'lasizlar. Sog'amizga rozimiz Faxriyor. Va bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Endi sizlar ham bemalol xayrlashib qo'yishinglar mumkin. Ovqat yeyotgan payt tushib oldim. Qilib turgan payt xayrlashinglar mumkin degan anaqa. Keyin xayrlashing deydi. Ha, xayrlashib olinglar bemalol. Bizda ham shu yerda brigetimiz bor ikkalamizda. Molodez. Hammaga xayr azizlar. Keyin ko'rsatuvlarda Anvar aka bilan Otabek aka bilan ko'rishguncha hammalarni yaxshi ko'ramiz. Hammaga xayr aziz do'stlar. Har doim o'zinglarni asranglar, sog' omon bo'linglar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Otabek aka, Anvar aka meni qiynaganlariga rozi bo'linglar. Faxriyor vijdoni jichchagina yomon bo'lganiga ham rozi bo'linglar. Bu yaxshilashga harakat qilamiz. Mana toza havola oldi, o'sha orqali vijdonni tozalaymiz. Sizlarni ko'p kutib qo'yamiz. Shunchaki keyingi hafta ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi, to'g'rimi? Demak, yulduzlar batli ko'rsatuvda yana ko'rishguncha. Xayr!